Mana shu 40 kun aza tutishi uni har doim muammoga tiqadi. Savollaringiz bormi? Sizni qiynayotgan. Imtihonlarni javobi chiqadi. O'shanda agar men o'zim kutgandan past olib qo'ysam, test tushkunlikka tushib qolaman. Mana shu xafa bo'lish odamni juda ham orqaga tortadi. Chunki natija kimga oid? Allohdan. Alloh taolo beradi. Men sizga bitta narsa aytib beraman. Bir o'quvchini o'qitganman, 6 yil yiqilgan qiz bola. Instagram'da 6 yil yiqilgan. Har yil yiqilardi, lekin zo'r bilardi. Hayajondan bo'lishi mumkin, bilmay qolishdan bo'lishi mumkin. Men sababini rosa qidirganman. Menga kelgan payt kimyoni yaxshi bilardi. Qayerdadir tayyorlanib kelgan. Men kelguncha 3 yil yiqilib kelgan bo'lgan. 4-yil keldi, o'qidi va o'qirkan u yaxshi o'qirdi-da. Men darsga kechikib qolsam, o'rnimga dars o'tardi. Tushunyapsizmi? Shu qadar edi. Bilmagan masalalarni o'quvchilarga tushuntirib turardi. Men o'yladimki, o'sha yil aniq kiradi. 4-yil menda o'qidi, topshirdi. Eng yuqori ball qancha bilasizmi kirish imtihonlarida? 189. O'sha payt 226.8 edi. 100 ball olib chiqqan bor yo'q. Zo'r biladigan o'quvchi. Kimyoni ham zo'r biladi, biologiyani ham zo'r biladi, 100 ball olib chiqqan bor yo'q. Keyin hayron bo'ldim, nimaga? Ota-onasi bilan gaplashsam aytadiki, bu 3 yildan beri yiqiladi. Sizga kirdi va 4-yildan ham yiqildi. Siz yaxshi deb maqtavdingiz. Haqiqatan farzandim yaxshi. Lekin yiqilishi sababini bilmayapman deydi. Menga hayoti qiladigan ishlarni sanab bering dedim. Aytdiki, yiqilganda qiladigan ishi aza tutadi 40 kun deydi. Tushunyapsizmi? Shunday xafa bo'ladi, yig'laydi, ochlik e'lon qiladi, biz bilan gaplashmaydi. Mayli, qizim shuncha tayyorlandi, xafa bo'lmasin deb boshini silaymiz deyapti-da. Mana shu 40 kun aza tutishi uni har doim muammoga tiqadi. U bilan ko'p gaplashdim. Shukur qilishi nimaligini yaxshi tushunib olgandan keyin 6-yilda 224 ball bilan kirgan. O'zi asli u 1-yil o'sha 224 bilan kirishga loyiq bo'lgan bilim. O'shaning uchun xafa bo'lish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bunga odatlanish kerak.